Bismillahirrohmanirrohim. Har bir inson, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, bir qancha rollari bor va o'zini hayotini qiyinlashtirib yana bir qancha rollarni kiyib oladi. O'ziga shundoq qabul qilib qo'yadi. Va masalan, bu qizimiz deb oladigan bo'lsak, o'sha ota-onasini oldidagi vazifasi, bu bizga qanchadir berilgan, bu ham rizq. Sen qanday farzand bo'lishing, ota-ona senga qanday ota-ona bo'lishi bu rizq. Rizqdan rozi bo'lamiz va kerak bo'lsa uni ishlaymiz. Yanada sayqalimiz, yanada go'zallashtiramiz buni. Buni xohlashimiz kerak ichkaridan. U tashqaridan qilinadigan ish emas-da. Ichkarida tuyg'ularingni saramjonlab va buni bajarish. Xullas, bizda juda ham ko'p rizqimizdan berilgan rollar bor. Undan tashqari biz o'zimizga qabul qilib olgan rollar bor. Bu tanani, ruhiyatingizni qiynab yuboradi. Nimaga? Masalan, ota-onani oldidagi rolingiz, farzand rolingiz, masalan, kimgadir opasiz, kimgadir masalan ukangizga ham opasiz, kimgadir singilsiz, xullas sizni atrofingizda qanchadir insonlarga siz kimdirsiz. Mana dugonangizga dugona, masalan farzandingizga ona, masalan katta opangiz bo'lishi mumkin, unga singil, xola, amma, xullas sizda har xil rollar bor. Kimgadir ammasiz, kimgadir xolasiz, kimgadir qizsiz, kimgadir rafiqasiz, undan tashqari ham rollar bor-da. Bu rollar me'yordan osharkan, bu insonni yuklab tashlaydi. Ruhiyatini yuklab tashlaydi. Chunki agar biz haddan tashqari kimdir haqida o'ylaydigan bo'lsak, ayniqsa biz ayollar, haddan tashqari o'zidan voz kechib, o'ziga haddan tashqari boshqa insonni o'ylash, xohlama hamma narsa o'lchab berilgan. Haddan tashqari boshqalarga e'tiborini, quvvatini sarflash o'ziga qolmaslikka olib keladi. O'ziga qolmaydi, nima qoladi? O'ziga qarovsiz ayolga aylanadi. Haddan tashqari hammani ko'nglini olish, haddan tashqari hamma haqida o'ylash bu ruhining og'irlashtiradi. Biz Alloh emasmiz, astag'firulloh. Biz hech qaysi banda ko'tara olmaydi. Hech qaysi banda. Sen bo'li ayolga yo'l bo'lsin. U o'zini eplab, unga berilgan ayollik fitrati, tabiatidagi vazifasini qoyillatsa, shuni o'zida u mehrda, muhabbatda cho'milib yashaydi. Yo'q, men uni qilishim kerak, buni qilishim kerak, buni qilishim kerak, uni qilishim kerak desa, mana bu ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor. O'zini bu ayol zo'riqtirgan bo'ladi. Zo'riqish stressga olib keladi, stress kasalliklarga olib keladi. Nimaga erishdingiz? Oxir oqibat nimaga erishdingiz? Bor atrofimizda mana shu misol. Qarindoshlar orasida, mahalla ko'yda, o'tda bitta qarang, mana shunday yashayotgan ayol bor. O'zini unutib, Alloh nima degan? Ayol umuman o'zini unutishi mumkin emas. Bu quriydi, ichidan quriydi. Qurib boradi. Ichidan qurib boradi. Shuning uchun unda ham unaqa quvvat manbai rosa ko'p bo'lmaydi. Rosa ko'p bo'lmaydi. Sevilganida quvvat manbai ko'p bo'ladi, jahli chiqqanda ko'p bo'ladi, Birpasda so'nadi, birpasda. Jahli chiqqandan keyin ayolni kuzatinglar, lapshamagida, shunda cho'zilib qoladi. Nega? U o'zini zo'riqtirdi. Shuni ham eplay olmaydi. Erkak kishi jahli chiqsa, anta toni borib bizib yuboradi. Bizaniki shungacha boradi-da. Tabiatimizga xos mosmiz. Bu nuqsonli degani emas, bu norma degani. Biz erkakdagi bo'la olmaymiz. Mana shuni va nihoyat tushunishimiz kerak. Talash yo'l bo'lsin erkak kishi bilan. Ular sodda yaratilgan bo'lsa ham juda kuchli va juda bilimdon ular. Faraz qilaylik, Alloh Odam atoga ilm o'rgatgan. Momo Havoga emas, Odam ato Momo Havoga o'rgatgan. Biz har bir erkaklar bilan mana shunday faxrlanishimiz kerak. Ba'zi bir onalar, ayollar erkaklariga, uydagi erkaklariga otasi, masalan, dodasi yoki o'g'li yoki akalariga ojizona qaraydi. Mana shu fikr tuzalmas ekan,
insonni ojizona erkaklarga qarashi tuzalmas ekan, ayol erkak bo'lib yashashni boshlaydi. Ayol o'zicha o'zidagi o'sha testosteronni o'stirib erkak bo'lib yashaydi. Bu unga azob beradi, kasallik beradi va uni hech kim tushunmaydi. Sababi chunki o'zini o'zi tushunmayapti bu ayol. Nima qilib yuribdi buni chegarasida, erkakning chegarasida nima qilib yuribdi adashib? O'zi adashib yuribdi, keyin yana hammadan san yomonsan, san yomonsan, u bu deydi. Bu yerda faqat bir fikr o'zgarishi kerak edi. Bir fikr, bir nazar o'zgarishi kerak edi. Erkakka xos fikrlash kerak. Mayli hozir u qanday ahvolda. Mayli siz hozir buni yutuqlarini, holatini 0.5% ko'ryapsiz. Agar siz buni bilan faxrlanmasangiz erkak bilan, bu 0.5% pastga tushib ketadi. Shunaqa pastga tushib ketadi, haqiqatan siz rahmingiz keladigan ahvolga tushib ketadi. Lekin siz 0.5 ni sekin-sekin ko'paytirib, 1% o'sha faxrlanishni boshlasangiz, 2%, bu birdan tez bo'lib ketmaydi. Keyin borib yillar o'tib 20%, keyin 50% shu ketaveradi. Ishoning, bular sizni shunaqa xursand qiladi. Prosta bizni nazarimiz, fikrlarimiz ularga juda ham nima deydi, sayoz. Har bir erkakka men o'zimga shunday qarashni kirgizdim, odam atoga qaragandek qarayman. Hamma ko'rmaganman odam atoni, lekin Alloh uni tasvirlagan. Biz eshitganmiz-ku, biz kitoblarda o'qiganmiz-ku, bilamiz-ku qanday zot. Mana shunday nazarda qarayman. Atrofimda erkaklar o'sha nazar ularda borligini menga isbotlab yotibdi. O'zi bilmagan holatda. Men uni aytmayman ham, gapirmayman ham, prosta u ichki tuyg'u. Ichki tuyg'uda his qilgan narsalarini erkaklar ko'rsatyapti. Agar любой inson, mana ayniqsa ayol, erkakka berilgan, shuncha uning yelkasi katta, u juda mas'uliyatli. Juda ham aqlli, juda ham kuchi ko'p. Jismonan kuchi, bularni kuchi o'sha jismonan tashqarida ko'rinsa, bizni ichimiz ichkarida kuchli. Faqat bardosh bilan-da. Biz tuyg'ular borasida, his tuyg'ularni nazorat qilish borasida, chunki Alloh bizga rosa ko'p erkaklarga nisbatan his tuyg'u bergan. Ularga me'yorda bergan bo'lsa, bizda juda ham ko'p his tuyg'ularda. Biz shularni tahlil qilib, nazorat qilib turishimiz kerak. Ayollar ichimizni saramjonlamasa, bizni hayotimiz saramjon bo'lmaydi. Hozirgi dars faqat o'sha kuchni, vaqtni boshqalarga sarflab qo'ymasdan, o'ziga ham, boshqalarga ham sarflashni o'rgatish, o'zingizga orttirib olgan juda kerak emas bo'lgan rollardan o'zingizni ozod qiling. O'zingizga siz kirgizgansiz, hech kim majburlab bunaqa bo'l demaydi. Biz o'zimiz kirgizib olamiz ba'zida. Masalan, agar biz hamisha bular haqida bularni yordam berish kerak, voy unga chopib yordam berish kerak, voy bunga deb o'ylaydigan bo'lsak, bular hammasi nuqsoni yo'q sog'lom insonlar. Biz hadeb shunaqa chop fursak, butun bularga borish kerak deb biz quvvat manbayimizni isrof qilamiz, vaqtimizni, va bizni o'zimizga ham yetmay qoladi. Oilangizga, kelib shirin ovqat qilishga, yana uyingizga qarashga, o'zingizga qarashga yuraverasiz, boshqalarga xizmat qilib, lekin uyga kelganda siz masalan umuman o'zini ishini qilmagan ayolga o'xshab qolasiz. Prosta kelib yotgingiz keladi, dam olgingiz keladi. Na o'zingizni sochingiz, o'zingizga parvarish bor, na bolalaringizga, na uyingizga, na umuman ne'matlar, mana shu go'zal qilib dasturxon tayyorlash, bularni chiroyli tayyorlashga ham quvvatingiz qolmagandan xohlaganingizcha qilib tashlaysiz. Qilding dedim. Bu o'zi o'zingga seni kuching, vaqting yetmayapti degan. Mana shu narsa sizni oila a'zolaringizga, sizni atrofingizda, sizni tabiatingizdagi, fitratingizdagi vazifani kutadiganlarga yoqmaydi. Yoqmagan gaplari, sizga nolish gaplari sizni asabingizni buzadi. Chunki bular o'zidan o'zi gapirmayapti. Bular haqiqatdan nega nolibyapti? Sen noto'g'ri ish qilasan. Alloh izni bilan prosta bularni og'zi bilan Alloh bildiryapti-da. Sen cho'ta noto'g'ri ish qilasan. Haddan tashqari yuribsan, mana bir xil erlar urush beradi-yu, mana qaynanalar. Nima qilib yuribsiz shu paytgacha palonchinikida? Sizdan boshqa odam yo'q ekanmi? Mana shu gap bekor kelmaydi. Sen bor, lekin umring o'sha yerda bag'ishlab olmagin. Sen qaytishing bor, qaytganda seni quvvating normalniy bo'lib, sen o'zingga quvvating oilangga yetadigan bo'lish kerak. Anta o'zingni bag'ishlab olmagin degani. Rollarga ba'zida bag'ishlab olamiz-da.
kimdir ishlaydi, ishchi rollarga, mana masalan mana shu atrofimizdagilarni hammasi rol deb oladigan bo'lsak, biz bularga rollarimizga ko'p quvvat bag'ishlab yuboramizda, o'zimizga yetmay qoladi ba'zida quvvat. Mana shuni me'yoridan buzilsa, o'zimiz bundan aziyat chekamiz va atrofdagilar bizga aziyat chektiradi. Gaplari bilan, qarashi bilan, minnati bilan, noroziligi bilan. Bu nima bu? Sen buzyapsan qonunni, o'zingga zulm qilyapsan degani. Biz mana kim o'sha eridan, oilasidan gap eshitayotgan bo'lsa, bilsinki, u haqqoniy gap eshityapti. U bilmayapti, yordam, ha bu yaxshi ish, bu zo'r ish, baraka toping, zo'r. Lekin nimaiki o'zingizga ziyon bo'lib ko'payib ketsa, bu bosim bo'ladi. Kimga? O'zingizga. Me'yori go'zal. Qilmaslik, yordam bermaslik bu xudbinlik. Me'yori go'zal. Mana shunday bizni rollar bilan zo'riqtirib qo'yamiz. Voy, opamga qarashim kerak. Voy, erimga unday. Bular sog'lom insonlar. Voy, qaynanam, voy u, voy bu deymiz-da masalan. Voy onam, voy otam. Har bir inson sog'lommi? O'zini qo'li, oyog'i ishlab turibdimi? Ishoning, bularga ojizona qaramang. Agar biz любой ayol erkakka, otasiga, onasiga, opasiga, akasiga, bolalariga, o'g'liga, eriga ojizona qarab, ular evaziga polniy xizmat qilsa, ularni tanasi o'ziga xizmat qilmay qo'yadi. Bularni tanasi o'zini ishiga, o'zini muammolariga xizmat qilish kerak. Bu tana prosta borib kayf qilib divanda yotish uchun berilmagan. Har bir insonni tanasi o'ziga xizmat qilish uchun va 50% mi bilmadim, men taxmin qilaman, o'ziga xizmat qilish va boshqalarga xizmat qilishga buyurilgan. U me'yorida, o'ziga zo'riqtirib emas. Mana shu yerda ruhingizni yuklab tashlayapsiz va kerak bo'lsa namoz o'qishga kuchingiz qolmaydi, Qur'on o'qishga kuchingiz qolmaydi, to'kilib qolib o'qiysiz-da, ya'ni na xushuni topa olasiz o'tda, na bir rohatni, to'kilib qolgansizda. Quvvatda bu. Hamma narsaga hali o'tirib turishingga ham, даже men yegan narsangni chaynashingga ham quvvat kerak-da. Даже gapirishingga ham quvvat kerak-da. Quvvatni biz behudaga isrof qilar ekanmizmi? Haddan tashqari. Bu bosim beradi. Kami bu biz o'zimizni xudbinligida me'yori go'zal ekan. Qilma deyilmayapti, qil, lekin o'zingga zulm qilib qilmagin. Buni inson biladi. Ayniqsa ayollar bilmaydi. Erkaklar menimcha buni yaxshigina biladi. Xullas, zo'riqtirmasdan yashash kerak, chunki bu stress, bu kasallik olib keladi. Oilangizdan gap eshitasiz. Yoqadimi bu? Ko'rasizmi? Juda ko'payib ketgani sizga shuncha minus olib kelar ekan. Shuning uchun biz o'zimizga zarar qilmagan holatda yashashimiz kerak. Ana endi agar biz hamisha bularga yordam kerak deb o'ylayotgan bo'lsak, bizni fikrlashimiz Alloh yaratgan mana shu insonlar haqida, mana bu insonlar ojiz. Ojiz. Ularga hamisha yordam kerak deyotgan bo'lasiz. Bular ojiz emas. Bular xuddi siz qanaqa bo'lsa shunaqa bular. O'zini ham eplolaydi, oilasini ham eplolaydi, boshqani ham eplolaydi. Bular sog'lom, nogiron emas bular. Mana shu bizda shunaqa fikr borda, rahming keladi soppa-sog' insonlarga. O'ziga ham xizmat qila oladi, uyini ham tozala oladi, ishini ham qila oladi, pul ham topa oladi, eplolaydi-da. Mana agar biz kimgadir tinmay yordam beraversak, ularni o'zimizga qaram qilib qo'yamiz. Kutadi keyin bular. O'zi turib harakat qilmaydi. Men sog'lomman-ku, mana tana o'zimga xizmat qilsin, turib ovqatimni qilay, turib ishimni qilay, turib xonamni tozalay, turib o'zimni xarajatimga pul topay, deb masalan. Sal yo'l yo'riq qilay, harakat qilay, turib mana. Yo'q, bu yerda hamma narsani agar siz qilib berishni o'rgansangiz, bu erkak ham bo'lishi mumkin, ayol ham bo'lishi mumkin. Bu narsa qaramlikka olib keladi va bular sizga qaram bo'ladi. Qilib turib birdan qilmang, shunaqa yomon ko'rib ketishadi sizlarni. Yomon ko'rib ketadi. Biz yaqiningiz bo'lsa ham yomon ko'rib ketadi. Shuning uchun hamma narsa me'yorida go'zal. Kimnidir qiyinchilik paytida yordam berasiz, bo'ldi va tur harakat qildingiz. Yoqadimi, yo'qmi bu insonga? Ba'zi insonlarga san ham harakat qilsang yoqmaydi. Yoqadimi, yo'qmi bizga farqi yo'q. Bu ularning ishi. Tursinda va harakatini qilsin. Nega? Sababi bunaqa ojizona yotib olib kelsin, yeyman, tayyorlab bersin, turaman deb o'tirish kerak emas. Bir xil qaynonalik kelinidan shuni kutadi. Nimaga haligacha choy tayyor emas? Qornim ochib ketdi deydi.
Hoy, baraka topgul, shu paytgacha kelin tushguncha ishlayotgan qo'l oyog'ingiz nega ishlamay qoldi shu paytda? Nega? G'alatimi? Bu kasal bo'ladi bu tana. Bu ham qiladi. Ulgurmaganni o'zingiz qilasiz. Mana shu me'yori buzilganda, bu insonning ruhiyati zo'riqadi. Mana shu narsalarni qabul qilib oladi. Birinchidan, zo'riqqanda inson nafratlanishni boshlaydi holatidan. Keyin sizlardan ham nafratlanadi. Chunki ichida stress bo'lgan inson hech ham yaxshi kayfiyatda yurmaydi-da. Ojizona qarashni bas qilishimiz kerak atrofdagilarga, farzandlarimizga, nabiralarga, kimdir. Voy, kelinim bolaga yaxshi qara olmayapti. Eplolmadi bola boqishni. Siz hal qilmaysiz hech narsani. Siz kelinga sekin-sekin o'rgatasiz, o'z tajribalaringizni sekin-sekin o'rgatasiz. O'zingizni yoshligingizga qarang qanday bo'lgan, o'zingiz qanday bo'lgan shu yoshda va siz o'zingiz bolalaringizni qanaqa tarbiya qilgansiz. U ham shu yoshdan shu nima deydi, yo'ldan siz o'tgan yo'ldan saralanib o'tyapti. Shuning uchun bizga juda xunuk ko'rinadi ularning odati. O'zimizni xatolarimizni ko'ramiz-da kelinda va shoshamiz, tez zo'r bo'lsin deb. Hoy, baraka topgul, biz tez zo'r bo'lmadik. Men ham tez zo'r bo'lmadim. Qatta hali zo'r ham bo'lmadik. Ularga yo'l bo'lsin hozir zo'r bo'lishga. Tim bo'li bizga yillar kerak bo'ldi bu narsani tushunish uchun. Ular qanaqa qilib 1 oy 2 oyda tushunsin? O'rib charchadim. Siz o'rgatmang. O'zingizni ichingizni isloh qiling, shu xatolaringizga, o'tmishdagi xatolaringizga rozi bo'ling va bunga prosta yo'l yo'riq ko'rsating. Alloh bunga ham sizga yordam bergan, sizga tushuntirgan narsani Alloh bunga tushuntiradi. Ojiz deb qaramang, nabiringizga rahmingiz kelmasin. Shunaqangi Allohga ishonchi zo'r bo'lsinki, kelinim o'zgaradi. Meni Alloh o'zgartirdimi? Meni hayot o'zgartirdimi? Meni shunday tarbiyaladiki Alloh, men o'zgardimmi? Bu ham o'zgaradi, farzandiga yaxshi qaraydi. Men qo'limdan kelgancha shirin muomalam bilan yo'l yo'riq ko'rsatishim mumkin xolos. Ta'ziqlar bilan. Mana bizning shirin quloqchalarimiz bor, mana shirin quloqchalarimiz. Shuni yomon so'z eshitgisi kelmaydi. Shartta yopiladi. Mana shu kelin bo'lamizmi, farzand bo'lamizmi, kimdir ta'ziq bilan ovozini baqirib, qanaqadir bir negativniy har bir so'z tuyg'ular bilan keladi-da, tuyg'ular bilan boyitib keladi-da. Mana shu tuyg'u, shuni yumshoq, bir sokin, bir xotirjamlik tuyg'u bo'lib, so'zlar sog'lom so'z bo'lmasa ekan, ham quloq yopiladi. Tezroq gapirib olsalar chiqib ketay deydi. Eshitmadi, bu eshitmagan narsa qanaqa ta'sir qiladi? Bu yopdi quloqni, ichkaridan yopdi. Ovozing o'tsin deydi-yu, astag'firulloh. Shunaqa bo'ladi-da. Bu farzandlar bilan ham bo'ladi, g'irt masalan ishxonada ham bo'ladi bu holat, kelinlar qaynona o'rtasida bo'ladi, umuman ko'pchilik o'rtasida bo'ladi bu. Biz ham har bir inson, normal inson, uni qulog'i shirin so'zlarni, mehrli so'zlarni, sokin gapirilayotgan so'zlarni eshitishni xohlaydi. Hech kim so'kinib turgan insonni kelmasani eshitdi nima bo'lyapti demaydi. Haligi yaxshi gaplar ketayotgan, ayniqsa sening haqingda yaxshi gaplar ketayotganda seni qulog'ing vobshe ishlash anaqasi kuchayib boradi-da vazifalari. Shuning uchun shunaqangi chiroyli gapirib kelgan maqsadga o'tingki, hali quloq sizni eshitgisi kelsin. Kim bilan gaplashyapsiz? O'sha kelinmi, farzandingizmi-da? Shu biz mana shu videoda nimani aytmoqchi edim? Bas qilinglar, bizdan boshqa hamma ojiz deb qarashgan. Biz zo'r tug'ilganmiz, bular ojiz bo'lib qoladimi? G'alati emasmi? Biz qanday bo'lsak, bular ham shunday, kerak bo'lsa undan-da zo'r bular. Mana shunday qarash kerak, o'zini eplaydi, amallaydi. Mana onalar uyda o'tirib, "Voy farzandim, o'g'lim, yaxshi yeyotganmikin? Kelin yaxshi qarayotganmikin?" Mana shu ojiz fikr. Bu onaning shu tuyg'usi bolani borib o'sha onadan olgan qismini zaharlaydi. Onani tuyg'ulari mo'shni ishlaydi. Onalar, xotirjam uyingizda bolalaringiz haqida yaxshi gumonda bo'lmasa ekanga, siz bolalaringiz qiynalib yashashiga siz sababchi bo'lasiz. Qanchadir qismi, nechtadir foiz. Chunki onaning duosi, so'zlari, xavotirlari, qo'rquvlari hammasi mo'shni ishlaydi. Undan ko'ra shu ichingizdagi xavotirni tinchlantiring, duo qilib o'tiring, bo'ldi. Ko'rasiz bolalar gurkirab, gullab yashnab ketishini. Luboy inson, mana shu insonlar kim qiynalyapti hozir? Qarindoshlaringizmi bu, farzandlaringizmi, ishxonangizdagi kimdirmi, palonchixonmi, pistonchixonmi? Duo qiling.
Ha, qo'lingizdan kelganda me'yorda yordamni bering, lekin zo'riqtirib emas o'zingizni. Va qarabsizki, siz ham baxtli, boshqalar ham baxtli, uydagilar ham baxtli, hammasi joyida. Shu bizni haddan tashqari o'zimizga yuklayotgan vazifalar, rollar, men javob berishim kerak, men qilishim kerak, men o'qmanku, men opamanku, men nima deydi, singilmanku, men qilishim kerak. Tushunyapsizmi? Shu yerda biz mana bularni ojizlar deyotgan bo'lamiz. Nuqsoni bor bola turib qila olmaydi. Bir xil onalar o'z o'g'lini yoki eriga ojizona qaraydi, qila olmaydi deydi. Qila olmaydi deb tursang, o'zing aytib tursang, shu qila olmaydi deb tursang, bu qanaqa qilib qilsin? Qila oladi, eplaydi-da, 1% dan o'sadi qila olishi. Ha, yoqmaydi hozir, 1% dan o'syapti, chunki oldin qila olmasdi-da. 2%, 3%, bir hafta, 2 hafta ichida уже 10-20%. Qarabsizki, bir yil ichida bu inson shunaqa faxrlanasiz bu bilan. Ha, shunaqa sekin rivojlanadi. Chunki fikringiz juda sayoz, juda yomon-da. Ojizona fikrlarda insonga qarayapsizmi? Ularni mana ojiz fikrda qarasak, bular bizga ojizligini ko'rsatadi-da. Aslida bularni ojiz emas tarafi, rosa zo'r taraflari ko'p. Lekin siz mana bu ojiz emas tarafini xotini ko'radi, masalan, bu o'g'lingiz bo'lsa, ishxonasi ko'radi, o'g'aynlari ko'radi. Ona faqat u farzandining ojiz tarafini ko'rsa, ojizligini ko'raveradi. Ayo, u bilan faxrlanadigan tarafini ko'rasiz. Kim qaysi nazarda insonga qarasa, o'sha nazarni oladi. Shuning uchun biz nazarimizni o'zgartirishimiz kerak. Bu Allohga kim yaratdi buni? Biz unga isyon qilayotgan bo'lamiz, yaratganga. Kim yaratdi buni? Kim bunga rizqlantiryapti? Kim shu holatda hozir bu o'zini sinovida o'tyapti? Hammamiz o'zimizni sinovimizda o'tyapmiz. Prosta duo qiling, ha, qo'llab-quvvatlang me'yorida. O'zingizga zulm qilib emas. Ana shunda ko'rasiz, hamma narsa sizga ham yaxshi, o'rtadagi rishtalar go'zal, sof, tiniq, juda chiroyli. Masalan, farzandingiz bilan, nabiralar bilan, eringiz bilan, kim bo'lsin bu? Masalan, keliningiz bilan tushunishni o'rganishimiz kerak. Biz avvalambor kimnidir eshitishdan oldin mana eshitib va tushunib, keyin xulosa qilishni o'rniga, rahmat flamasterimga, xulosa qilishni o'rniga biz sirazi mana bitta muhokama qilamiz. Ma'mila qani shu yerda bular? Muhokama qilamiz va o'zimiz qaror qabul qilamiz, o'zimiz o'sha qaror qabul qilganimizdan keyin biz o'zimiz mana shuni nomlab qo'yamiz. Ojiz yoki u yoki bu deb-da. Hali u tarafni eshitmadik, tushunmadik, xulosa ham qilish u yoqda tursin. Eshit oldin ularni. Balki o'ziga o'zi shundoq ham yordam berayotgandir, balki varshi yordami kerak emasdir bundoq qarasa. O'zing ichkaridan zo'riqtirayotgandirsan, balki bo'ladi-ku. Shuning uchun biz avvalambor eshitishimiz kerak. Buni palonchinikida to'y bo'lsa yordamni so'raysiz-ku, yaqinlari nima deydi, nima qilishib yuboring, nechida keling, u bu deb so'raydi. U insonga ayt deysiz va bu inson eshitdi, keyin o'zinikini aytadi. Mana narsalar bor. Aslida qilingan hamma narsa, prosta keling deydi. Yoki rostdan aytadi, mana bu narsalar bor. Mana bu samimiylikda bir-birimizni eshitishimiz kerak. Keyin tushunishimiz kerak, keyin xulosa qilib, keyin bu yoqqa o'tishimiz kerak. Shunda muhokamalar bo'lmaydi, muhokamalar bo'lmaydi. Qanaqadir qaror qabul qilishdan oldin sen nega boshqalar uchun ham qaror qabul qilishing kerak? Esing joyidami? Sen ne boshqalar uchun qaror qabul qilsan? Seni qaroring mana bularga ham tegishlimi? Bulardan ham so'ra, oldin shunaqa ahvoli, rostdan seni yordaming kerakmi? Yo faqat bu ichingdagi mana o'y fikrlaringmi ekan bu? Nima bu? Unda o'zingni isloh qilishing kerak. Sen insonlarga bo'lgan ojizona nazaringni to'g'rilashing kerak. Ana shunda bular o'zgaradi. Buni men prosta kuzatuv asosida bildim mana shu narsani. Hech qayerda o'rganib emas, prosta insonlarni, qarindoshlarni, o'zimni hayotimni, boshqalarning hayotini, yaqinlarning hayotini kuzatdim-da va rosa kuzatdim. Shu narsani bir uchi menga ham tegishli joyi borki, kuzatdim va kerakli o'zimga xulosa oldim. Xulosa shuki, hech kimning haqqi yo'q boshqa inson haqida ojizona fikr yuritishga.
u hozir qiynalayotgan bo'lsa ham, seni unga qiladigan eng yaxshiliging u haqida yaxshi o'ylash va bu holatidan oson chiqib ketishiga ishonish va ozgina qo'llab-quvvatlash. Shu. Bu qila oladi. Bu ojiz emas. Bu qila oladi. Luboy, bu erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, u haqida yaxshi o'ylashimiz kerak. Hamma gap o'rtamizdagi gumon yomonligida. Va buni Alloh tashab qo'ydi deb o'ylar ekanmiz shu paytda. Seni tashab qo'ymagan Alloh nima buni tashab qo'yadi? Buni onasini qonida tashab qo'ymagan Alloh nimaga endi hozir shu holatda tashab qo'yadi? Hech qachon hech kimni tashab qo'ymaydi. Shuning uchun biz o'zimizni yuklab, zo'riqtirib, ruhimizni og'irlashtirib, hayotimizni og'irlashtirib yashashni bas qilaylik. Tushunishimiz kerak, tahlillar qilishimiz kerak, tafakkur qilishimiz kerak. O, nega men bunday azoblarda yashayapman? Zo'riqib ketib, erimdan ham gap eshitaman, oilamdan ham gap eshitaman, me'yorga kela olmayman. Tuyg'ularingizni saramjonlang. Ichingizdagi boshqalarga bo'lgan fikringiz, nazaringizni sog'lomlashtiring. Mana shu bilan o'zingizga juda katta yordam bergan bo'lasiz. Xudo xolasa va bilingki, hamma juda ham idealni, hamma o'zini o'sha holatidan, sinovdan chiqa oladi. Alloh izni bilan chiqadi. Bizni ishtirokimizsiz ham zo'r bo'lib ketishi mumkin. Biz uni qo'llab-quvvatlaymiz, duo qilamiz va ular haqida yaxshi gumonda bo'lamiz. Ana eng точнisi. Chunki yomon gumon va mana bu o'zicha qaror qabul qilishlar, muhokamalar o'shanda kamayadi.